Hamma ko'zini yumsin o'zi. 1 minutga bo'ldi. Ko'zini yuminglar. Tasavvur qil, hozir kursdan chiqding, uyga ketyapsan. Kimdir metroda, kimdir taksida, kimdir avtobusda sekin uyga yetyapti. Uyingni mahallangdan kirib kelyapsan, eshiging tagida skorik pomoch turibdi. Xavotirdasan, yugurib boryapsan, ikkita kravat, kalaskali kravatda, bittasida oting, bittasi onang, oq bo'z yopilib, jonlik uzilgan holatda chiqishyapti. Cho'ktasan. Gap yo'q, olib ketishdi, bo'ldi, olamdan o'tishdi, ko'mishdi, janoza bo'ldi, 3 kun odamlar keldi, Qur'onlar o'qildi, ko'mib kelding, 3 kun o'tdi. Gap yo'q, odamlar ketdi. 3 kun sanbalaningda odamlar, ketdi odamlar. 4-kun, tasavvur qil. 4-kun. Ertalab uyg'onmoqsan. Ko'zingni ochding. Sekin uyingdan chiqib, xonangdan chiqding. Va na oshxonada, na spalniyda, na xollda, na zalda ota-onangni uje topa olmaysan. Adajon, oyijon deydigan odaming uje yo'q. Ko'chaga maktabga tur bolam deydigan, ishingga kiyityapsan, kiyimimni kiyib ol deydigan, ovqatlanib yur deydigan odam uje endi yo'q bola. Adajon deydigan yoki onajon deydigan odaming yo'q endi uje. Sen o'zing orzu qilgan katta bola bo'lib qolding uje. Erkin qo'yish, erkin qo'yilding, mana malades. Endi topgan pulingni 100% foiz hammasi seniki. Hech kim sendan pul so'ramaydi. Hech kim seni tergamaydi. Lekin endi onajon deydigan odaming yo'q endi bu hayotda. Tog'im bo'ladimi, ammam bo'ladimi, kim bo'ladimi bolalar bir tiysan. 1 oy zo'r qaraydi yetim deb. 2 oy zo'r qaraydi. 3 oy, 6 oydan keyin tekin tomon bo'lasan. Basharang yetadi. Ishlasang bo'lmaydimi deb. Pul olib kelsang bo'lmaydimi? Yetadi basharang. Hozir-ku esa yuboga javob berib yuborasan, o'zing uying bor boradigan. Va kim bo'lsan azizlar, qattiq javob berib uyga boraversan, uyingni olib qo'yishadi aytib qo'ying. O'sha paytda yetim bo'lib qolganingda, o'sha hech kim mol-mulki talon-taroj bo'ladi qarindoshlar orasida. Ko'chada qolganingda, boradigan joying bo'lmaganidan basharangga men yerga seni urib tashlasam ham, "Hop amaki, hop tog'a" deb turishingni bilib yashash juda ham og'ir bo'ldi. Tushunarli? Iltimos bo'ldi. Bugundan boshlab sal ota-onamizga oddiy inson emas, boshqacha inson bo'l, oddiy inson emas. Qaytarib aytaman, butun dunyoga yomon bo'l, lekin ota-onangga yaxshi qara, ishlaring o'xshaydi bo'ldi.